Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, obunachilar. Murod akademiyasi Sho'rchi E guruh yosh iqtidor egalari birinchi qism. Biz o'tganda o'quvchilarimizga 6-mavzuni bergandik, shundaymi? 7mi? 7-mavzuni bergandik. Bu o'quvchilarimizning tushunmay qolgan savollari, saytga savollar ko'p bo'libdi. Mayli, tushuntirib beramiz bitilib. Xo'p, 7-mavzuni tushunmay qolgan savollarni ko'rsatib bo'lganimizdan keyin 8-mavzuni o'tamiz. Vaqtimizga qarab, vaqtimiz boricha o'tamiz. Agar ulgurmasak, bugun takrorlashib beramiz. Tushunarli? 7-mavzu uy ishidan bir boshdan ko'ramiz. Birinchi bo'lib 8 kelgan, 8. Bor diqqat, e'tibor dasiga qarash kerak. Ruchkalar qo'yinglar. Ko'chirish yo'q. 8-savol. 56400 gram. 56400 gramni biz nechadir kilogramm, nechadir gram deyishimiz kerak. Necha gram 1 kilogramm? 1000. 56400 ning ichida nechta ming bor? 56. O'zi aytib turibdi-ku 56000 deb. 56 ta 1000, ya'ni 56 kilogramm 400 gram. Bo'sh katakchilarga 56 va 400 qo'yilgan. Tushunarli? 8 dan keyin oson. 13. Har birining og'irligi 2 tonna 350 kilogramm bo'lgan 4 jismning umumiy og'irligi qancha? 2 tonna 350 kilogrammni bitta jism bu. Shundan 4 tasi qancha bo'ladi deb 4 ga ko'paytiraylik. Xo'p, bu 8 tonna 354 ga ko'paysam 1400 kilogramm bo'ladimi? Endi mana 1400 ning ichida ham tonna bormi? Bunga bitta o'tkazib olaylik. 9 tonna 400 kilogramm. Hamma tushundimi? Og'irligi necha kilogramm? Javob kilogrammda chiqarishimiz kerak. Buni kilogrammga o'tkazib qo'yish kerak. 9400 deb. Savolda necha kilogramm dedimi? Javob kilogrammga chiqarasan. Savolda necha sentner dedimi? Javob sentrda chiqarasan. Savolda necha tonna dedim? Tonnada chiqarasan. Savol nimada so'ralgan? Shuni bilib olish kerak, keyin o'shanga o'tkazish kerak. 13 dan keyin 14. Keyin 16. 14. 14 tepadagi bilan bir xil. Ko'rsatmayman. 13 bilan bir xil. 16. 7 ta bir xil toshning og'irligi 7 tasi 30 kilogramm va 8 gram. Xuddi shuni 3 tasi qancha deyapti? 3 tasini so'rayapti. Xo'p. 7 tasi bormi? 30 kilogramm 800 gram degani, 30800 gram deganimi? Bu 7 tasi. 7 ga bo'lsam bittasi kelib chiqadimi? 30800 ni cho'rnabekda 7 ga bo'lib olamiz. 30 ning ichida 3 tadan 21, 4 tadan 28, 28 yana 4 dan 4400. Demak, bittasi 4400 mi? Bizdan nechtani so'ragan? 3 ta. 4400 ni 3 ga ko'paytiraman. 12, 13. 13200 gram. Xohlasalaring buni sizlar 13 kilogramm 200 gram yozishlar yoki 13200 yozishlar mumkin. Savolda nima so'ralgan? Necha gram deyilganmi? Og'irligini gramda toping. Yo'q, bo'ldi, javob mana bo'ladi. Og'irlikni gramda chiqarishimiz kerak ekan. Kilogramm va grammga o'tkazmaymiz. Ya'ni keyin o'qish, tushunyapsizmi? Hali bu birinchi qism o'zi osonroq va biz boshdan mavzularda turibmiz. Sen ham tushunyapsanmi? Bu mavzu ikkinchi qismga ham sal osonroq. Bu mavzuni tushunib keta olasizlar. Lekin ikkinchi qismda qiynalib qolasizlar. Shuning uchun sizlar shu guruhga o'tkazdim. Men aytganimni qilib, nima vazifam bersam bajarib kelinglar. Tushundik? Yaxshi. 16 dan keyin 17. Xonada 3 xil rangli tosh bor. Qizil bor, sariq bor, ko'k bor. Qizil rangli tosh sariq rangli toshdan 4 kilogramm og'ir. Qizil sariqdan 4 kilogramm og'ir. X plus 4 o x deb belgilasam bo'ladimi? Shu belgilash qizil sariqdan 4 kilogramm og'ir degan jumlani ifodalaydimi? Ko'k rangli tosh esa sariq rangli toshdan 7 kilogramm yengil. Ko'k sariqdan 7 ga yengil deyapti. X minus 7 bo'ladimi? Qizil rangli tosh ko'k rangli toshdan necha kilogramm og'ir? Qizil ko'kdan necha kilogramm? Buni ustunni diagrammada ko'rsatishimiz kerak-da.
Men tenglama tuzib yoribman. Keyin qaytadan tushuntiring, uzr. Bunday misol ishlayotganimizda ustunni diagram usulida ishlaymiz. Qizil boshdan o'qiyman. Qizil sariqdan 4 kilogram og'ir. Demak, qizil tepada bo'ladimi? Qizil. Sariqdan 4 kilogram og'ir mana. 4 tepada. Ko'k rangli tosh esa sariq rangli toshdan 7 kilogram yengil. Ko'k sariqdan 7 ga pastda ekan. Ko'k rangli tosh sariq rangli toshdan 7 kilogram yengil pastga tushirdim. Bizga savol beryapti, qizil rangli tosh ko'k rangli toshdan necha kilogram og'ir? Qizil ko'kdan necha kilogram og'ir deyapti? 11 kilogram. Tushundikmi 17-savolga? Yaxshi. 18. Yo 18 yo'q. 17 dan keyin 22, 23, 24, 25, 26 o'xshab ketadi deyman. 27 gacha ekan. 22 dan boshlab 27 gacha ko'ramiz. 22-savol. Chap tomonda 3 ta quti qand va yana bitta, to'g'rimi? Shundaymi? Teng deyapti. 2 quti qand va pastda nechta bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta qandga teng. Bizga savol beryapti, bir qutining ichida nechta dona qand bor deyapti. Tarozi pallasi teng turibdi-ku, teng turibdi hozir. Ikkalasidan ham ikkala tomondan ham bir xil yukni olsak ham teng bo'lib turaveradi. Bir xil yukni qo'ysak ham teng bo'lib turadi. Masalan, kachela mana bunday turadi-ku, to'g'rimi? Mana muvozanatda turadi. Ikkala tomoniga 1 kilogram ni qo'yadigan bo'lsam, yana shunday muvozanat turaveradi. Lekin bir tomoniga 1 kilogram, bir tomoniga 1 kilogram u 20 gram narsa qo'ysamda og'irlashib turadi. 20 gram. Ikkalasi teng bo'lsa o'zgarmaydi. Endi bir xil massa qo'ysam ham o'zgarmaydi, bir xil massa olsam ham o'zgarmaydi. Keyinlar ikkala tomondan ikkita qutini olib tashlayman. Bo'ladimi? Keyinlar ikkala tomondan bitta qand ham olib tashlayman. Bu tomonda bir quti qoladi, nar tomonda 6 ta qand qoladi. 6. Demak, bir qutining ichida nechta qand bor ekan? 6 ta. Tushundikmi? 23-savol. 23. Quyon bir kunda 3 kilogram sabzi yoki 2 kilogram karam yeydi. Shu quyonda shunday tanlash imkoniyati bor. Ya karam yeydi ya sabzi yeydi. Agar karam yeydigan bo'lsa, 2 kilogram yeydi. Yo'q, karam 2 kilogram, sabzi 3 kilogram. U bir hafta davomida bir haftani yozing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. U bir hafta davomida 6 kilogram, 6 ta karam yegan. Mana ta ekan, mana uzr. 2 ta ekan. 6 ta karam yegan bo'lsa, necha kun karam yegan? 2 ta karam, 2 ta karam, 2 ta karam. 3 kun karam yedi. Qolgan kunlar sabzi yegan ekan. Necha kun sabzi yegan? 4 kun. Bir kuniga 3 kilogramdan sabzi yesa, 4 kunda necha kilogram sabzi yeydi? 12 kilogram sabzi. Savol tushunarlimi 23? Shunday savol bordi. Uy ishi sinf ishi bilan o'xshash. Sigir 60 litr suvni 3 kunda ichadi. Ot esa sigirga qaraganda bir kunda 10 litr ko'p suv ichadi. Sigir 60 litr suvni 3 kunda ichsa, 63 kilogram. sigir kuniga qanchadan ichadi? 20 litrdan ichadi. Ot esa sigirga qaraganda bir kunda 10 litr ko'p. Ot esa bir kunda 10 litr ko'p bo'lsa 30 litr suv ichadi. 150 litr suv ularga birgalikda necha kunga yetadi? Ular bir kunda qancha suv ichadi? Ular kuniga 50 litr suv ichami ikkalasi birgalashsa 150 litr idishda suvimiz bor. Necha kunga yetadi? 3 kun. 150 ni 50 ga bo'laman 3 kun. Demak, ularni 3 kunda suv bilan ta'minlashga yetar ekan. 25-savol. 60 kilogram qand lablagidan 15 kilogram shakar olinadi. 60 kilogramdan 15 kilogram shakar olinar ekan. Bu degani 4 kilogramdan 1 kilogram shakar olinadi degan. 160 kilogram qand lablagidan necha kilogram shakar olinadi? 160 kilogramdan necha kilogram shakar olinadi? Qarang. 60 kilogramda 15 kilogram shakar olinsa, necha kilogramdan 1 kilogram shakar olinadi? 4 kilogramdan, to'g'rimi? 4 kilogramdan 1 kilogram shakar olinadi, 8 kilogramdan, 3 kilogram, 12 kilogramdan, 4 kilogram, 16 kilogramdan va hokazo 40 kilogramdan, 10 kilogram, har 4 kilogramdan 1 kilogram shakar olinsa, 160 dan ichida nechta 4 bor? 40 ta 4 bor. Demak, 40 kilogram shakar olinar ekan. Tushundikmi 25-savolga? O'quvchilar. Yaxshi. 25 dan keyin 20.
26. Olamda 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram va hokazo 10 kilogram toshlar bor. Ikkitadan qilib guruhlarga bo'ldi. Bunda 3 kilogramni, 4 kilogramni, 5 kilogramni, 6 kilogramni, 7 kilogramni, 8 kilogramni, 9 kilogram, 10 kilogram toshlar bor. Ikkitadan guruhlarga bo'lgan va har bir bunda har bir guruhda toshlarning umumiy og'irligi bir xil bo'ldi deyapti. Endi 3 bilan 10 ni bitta guruh qilsang 13 mi? 4 bilan 9 ni bitta guruh qilsang 13 mi? 5 bilan 8 ni bitta guruh qilsang 13 mi? 6 bilan 7 ni bitta guruh qilsang 13. Har bir guruh 13 kilogram bo'lyaptimi? Yaxshi. Bizga savolda aytayapti. 5 kilogramning sherigi nechi deyapti? 8. Tushundikmi? 26 dan keyin 27. Shu bilan ketma-ketlik oxirgisiga. Ulug'bek Sherzod Umidning birgalikdagi og'irligi 157. Ulug'bek Sherzod Umidning birgalikdagi og'irligi 157. Ulug'bek va Umidning birgalikdagi og'irligi Ulug'bek va Umidning birgalikdagi og'irligi 105. Umid va Sherzodning birgalikdagi og'irligi 100 nima degan? Men mana noto'g'ri yozyapman. Bu 98 ekan. Bu 105 ekan, to'g'rimi? Ulug'bekning og'irligini toping. Mana bizda 3 ta ma'lumot berilgan. Ulug'bekka Umidni qo'shsak 98 mi? Mana ikkalasi 98 deyapti. To'g'rimi? Bu ikkalasi 98 sim. Nariq ayrish o'tkazib bersin. 157 dan 98 dersak. Necha bo'ladi? Ben ikkilasini yig'imiz 98, 98 bilan yig'imiz. 59 bo'ladi. Demak, Sherzod 59 kilogrammi? Mana. Xo'p, Sherzod 59 kilogram bo'lsa, Umid topalasidan 105 ta 59 dersak. Necha? 46. Umid 46. Umid 46 bo'lsa, xo'p, Ulug'bek topalasidan 98 dan 46 ni ayiramiz. Bizdan kimni so'ragan o'zi? Ulug'bek so'ragan 52 ekan. Tushundingmi? Nima deysan? 27 dan keyin. Qo'l tugadi. Uy ishi tugadi. Test ko'raylik. Testdan hop 1. Birdan chiqmadimi? Omirda birinchi kuni 23 sentner 45 kilogram, ikkinchi kuni 52 sentner 78 kilogram, uchinchi kuni esa shuncha kilogram olma olindi. Shu 3 kunda olib kelingan olma 10 tonna bo'lishiga necha kilogram? Yaxshi savol. Birinchi kuni 23 sentner 40 harf bilan belgilanadi. 23 sentner 45 kilogram keltirilgan yuk. Ikkinchi kuni 52 sentner 78 kilogram keltirilgan. Uchinchi kuni esa 22 sentner 76 kilogram keltirilgan. 10 tonna bo'lishiga yana qancha kerak deyapti. Ya'ni yana qancha bo'ladigan bo'lsa 10 tonna bo'ladi deyapti. Savol tushunarlimi? Avval uchalasini 3 kunda qancha keltirilganini topib olishimiz kerak. Xo'p, kilogramdan qo'shsam 45, 78, 76. Qo'shamiz. 5 ga 8. 13, 13 ga 6, 19. 19 ga 9, to'g'rimi? Bir dilda. Xo'p, 5 bo'ladi, 5 ga 7. Xo'p, 5 bo'lsa 19 bo'ladimi? 199 kilogram bo'ladimi bu? Keyin shu 199 bo'lsa 1 ni olmang. 1 ni bu yoqqa o'tkazib bering. 100 kilogram yo'qim kelyapti, qani ko'tar. 100 kilogram bu yoqqa o'tkazib beramanmi? 1 sentner o'ta. Endi bu 23 emas, 24 deb qoladi. 24 ga 52. 76. 76 ga 22. 98 sentner. Yana bir 10 tonna bo'lishidan qancha sentner? 100 tonnasi. Mana bu 99.899 kilogram deganimi bu? 10 tonna degani 1000 kilogram deganimi? Yo'q, 10.000 kilogram degani. 10.000 bo'lishiga yana qancha kerak deyapti? 101 bo'ladimi? Yana 101 kilogram qo'shadigan bo'lsak, omirdagi mahsulotlar 10 tonna bo'ladi. Tushundingmi? Yaxshi. Tushunmasdan so'rashdan kerak. Ikkinchi savol.
Qurilish maydoniga har birining sig'imi 2 tonna 120 kilogramm bo'lgan 5 ta mashina. Hamda har birining sig'imi 4 tonna 540 kilogramm bo'lgan 4 ta mashina shag'al olib kelindi. Qurilish maydoniga jami necha kilogramm shag'al olib kelingan? Bu oson. Bu ham chiqmadimi o'quvchilar? 2 tonna 120 kilogrammdan. Pastga qarang. 2 tonna 120 kilogrammdan nechta deyapti? 5 ta deyapti. Ko'paytsam 10 tonna 600 kilogramm bo'ladimi? Har birini ko'paytirib qo'ydim. Keyingisi 4 tonna 540 kilogrammdan nechta? 4 ta 4 ga ko'paytiramanmi? Buni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam ne chiqadi? 2160 chiqadimi? 2160. 2000 kilogrammi 2 tonnami? 160 ni kilogramm qilib yozayin. Keyin tonnasi 2 ga oshib ketadi. 4 kere 4 16, 18 qilaman. Nimaga bunday yozgan billaringmi? Qara. 4 ni 540 ga ko'paytsam 540 ni 4 ga ko'paysam 2160 kilogramm bo'ladimi? Endi men buni 2 tonna 160 kilogramm desam bo'ladimi? Endi o'sha 160 ni yozyapman. Mana. Nimaga 2 tonnasi yozyapman? 2 tonnasini narigi tonnaga qo'shib yuboraman-da. 4 ni 4 ga ko'paytirsam. Mana bu yerda 2 ni qo'shaman 18. 18 tonna 160 kilogramm bo'ladi. Endi tushundingmi? Bizga nimani so'ragan o'zi ikkida? Jam necha kilogramm? Jamini so'rayapti. Keyin jamni kilogrammda o'tyapti. 10600 ga qo'shamiz nechani? 18160 ni. Hisoblaylik, oxiri 760 bo'ladi. 28760 kilogramm bo'ladi. Bormi, shunday yo'q? Amadimi? Qaysi savolni ko'ryapsiz? Peki. Tushundikmi ikkinchi savolga? Keyin qaysi biri? 5. Bayram tortini pishirish uchun 30 gramm margarin, 200 gramm shakar, 50 gramm pishloq va 800 gramm sut kerak. Oshxonada 500 gramm margarin, 5 kilogramm shakar, 400 gramm pishloq va 4000 gramm sut bor. Bu masa nechta bayram tortini tayyorlash etadi? Bu qolg'i bo'lishi hali kelmagan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O'sh ketadimi? Hozir ko'ramiz. Bayram torti pishirish uchun mana retsept. Margarinni 300 gramm kerak, 30 gramm kerak ekan. Xo'p, shakardan 200 gramm kerak. Pishloqdan 50 gramm kerak. Sutdan 800 gramm kerak. Bo'ldi. Mana bitta tort tayyorlash uchun. Shuncha narsa kerak ekan. Qalam ko'tar. Tort tayyorlash uchun mana shu mahsulotlar kerak. Margarindan 30 gramm, shakardan 200 gramm, pishloqdan 50 gramm, sutdan 800 gramm. Endi bizga aytayapti, oshxonada bizda nimalar bor? Margarindan 500 gramm bor. Xo'p, shakardan 5 kilogramm, 5000 gramm deyin. 5000 gramm bor. Pishloqdan 400 gramm bor. Sutdan 4000 gramm bor. Buni o'zi aslida bu mavzuga bermas kerak edi. Buni qolg'i bo'lish degan mavzuga berish kerak edi. Qo'yishgan ostaysan. Men ko'chiryapsan. Nima? Ko'chirma. Qarang. Margarin bittasiga 30 gramm ketsa, 500 gramm nechta tortga yetadigan margarin bor 500 grammda. 500 ni 30 ga bo'lamanmi? 500 ni 30 ga bo'lsak nechtadan tegadi? Bizga qoldiq kerak emas. Bizga butun kerak. Bittadan 30 ayiraman 200 ning ichidan 6 tadan. Bu taxminan 16 taga yetadi. Qoldiq qolib ketadi. Endi u qoldiqdan tayyorlab bo'lmaydi. Qalam ko'taring. Endi Imron aytadi. Shakar qancha bor bizda Imron?
Qolganlar jim bo'lsin, men Imron dedim. Bizda qancha shakar bor, Imron? Ha? 200 gram. Ko'ryapsizmi, uxlab o'tiribdi. Bizda 200 gram shakar yo'q. Sen ayt. Shakar yo'q. Shakar yo'q deydi. Shakar qancha bor? 5 ming. Sen aytmagandim men. 16. Qancha shakar bor? Xayol qayerda? Xayol. Tushunyapsanmi? Bu bitta tortga 200 gram shakar ketadi dedi. Bu retsept. Retsept qizlar yaxshi biladi. Bizda 5000 gram shakar bor. 5000 gramning ichida 200 gramdan nechta bor? 5000 ni 200 ga bo'lsa 2 bo'ladimi? Ha? 25 ta bo'ladi. Demak, shakarimiz 25 ta tortga yetadi. Margarinni hisoblayapmiz. 16 ta tortga yetadi. Pishloq. Sen ayt. Tur. Bizda qancha pishloq bor? 400 gram pishloq bor. Bizga 50 gramdan bitta torta yalasa va 8 ta bu javob betyapti. 8 ta tortga yetadi pishloq, to'g'rimi? O'tir. Xo'p, sutimiz 4000 gram bor. 800 gramdan bitta torta yalasa bo'ladi. Bu nechtaga yetadi? 5 taga emasmi bo'ladi? Tasavvur qilinglar mana. Margarinni hisoblang 16 taga yetar ekan. Shakarni hisoblang 25 taga. Pishloq hisoblang 8 taga. Sutni hisoblang 5 taga. Biz nechta torta tayyorlaymiz? 5 ta torta tayyorlaymiz. Nimaga 5 tadan ko'p emas? Agar 6 ta tayyorlasam, pishloq yetadi, shakar yetadi, margarinda sut yetmay qoladi. Hammasi bo'lish kerakmi? Hammasi bo'ladigan eng ko'p 5 ta tayyorlash mumkin. Ajob. Ajob. Buni nimaga bu mavzuda bergan bilmadim. Bu mavzuda bermaslik kerak dedi bu misol. Mayli, yaxshi, balki oldindan o'sha mavzuga tayyorlanib borishlarni xohlagan. 5 dan keyin 6-savol. Do'konda bir necha kunda jami 400 kg un sotildi. Dastlabki 2 kuniga 45 kg dan. Undan keyin kunlar esa har kun 31 kg dan. Boshida 2 kun 45 kg dan sotilgan. Qolgan kunlar 31 kg dan sotilgan. 45 kg dan 2 kun sotilgan bo'lsa, do'kondagi 400 kg undan 45 kg dan 2 kun sotilganda qancha ketadi? 90 ketadimi? Endi 310 qoladimi? 310 kilogramni 31 kilogramdan sotsa, necha kun sotiladi? 10 kun. Demak, jami necha kunda tugagan? 12 kunda tugagan. Do'kondagi un jami 12 kunda tugagan. Nima so'ralyapti bizdan? Necha kun davomida 31 kilogram un sotilgan? Bizdan 31 kilogram sotilgan kunlar necha kun deyapti? 10 kun bo'ladi. Pastga qara, yana keyin o'qi, tushunyapsanmi? Ajob dedim. Sajob. Sen jami do'kondagi mahsulotlar necha kunda sotildi demadi. Do'kondagi un 31 kilogramdan necha kun sotildi dedi. Unda javob 10 bo'ladi. Jami necha kun sotildi desa unda 12 bo'ladi. O'tirsang, o'tir. O'tir. O'tirsam? Keyingisi. 7-savol. Uchiramizda. Samasa uchiramiz. Yettinchi savol. Bana shunday bitta misol ishlarki, Ulug'bek, Umid yana kim edi? Mana. Bu shunga o'xshab ketadi. Mana shu savolda. Kimlarda chiqqan bu savol javobi? 7-chi savol. Testdan 7. Yettinchi savol. Qaranglar. Kim K'ga M'ni qo'shadigan bo'lsak, 3 birlik pastga tushdimi? Shuni 3 deb turaymi? 3 ta katak pastga tushganda ana prujinasi. L'ga K'ni qo'shadigan bo'lsam, necha birlik pastga tushdi? 5 birlik pastga tushdi. 5 ta emasmi? 5 ta pastga tushgan, to'g'rimi? L'ga K'ni qo'shsak, M'ga L'ni qo'shsam
4 birlik pastga tushgan. Endi har bir jism topa olamizmi? Tepaga qarab hammasini qo'shib yuborsam bo'ladimi tepadan pastga qarab? Kdan nechta bo'ladi? Ikkita k qo'shilgan. Mdan nechta bo'ladi? Ikkita m qo'shilgan. Mdan nechta bo'ladi? Ikkita teng. 3 4 5 12 mi? Ikkitadan qo'shsam 12 bo'lsa, demak bittadan qo'shadigan bo'lsam nech chiqish kerak? 6. K ga m ni qo'shsak 3 bo'ladi dedimi? Demak L necha ekan bu yerda? L 3 ekan, yozib qo'yamiz. L 3 ga teng. L 3 bo'lsa, K necha? K 2 mi? K 2 bo'lsa, nima qoldi? L 3 bo'lganda m necha? Ular ichida eng og'iri qaysi biri? L. Demak, eng og'ir L, bajo. Boshqacha yo'llari ham bor, meni hozir shu usulda tushuntirdim. 7 dan 8. Bir boshidan ketganmi bo'ldi? Quyidagi rasmga ko'ra uzun solingan qop og'zini toping. Bu 17 kilogramm deyapti, bu uzunmi? Ha. Mana bu 17 kilogramm bo'lsa, bu qancha bo'ladi? 44 dan 17 ni ayirasizlarmi? 27 kilogramm chiqadimi bu? Bu 27 kilogramm bo'lsa, bu 27. Mana bu qancha bo'ladi? 56 27 dan ayiramanmi? 29. Bu 29 sa bu qancha bo'ladi deyapti. 46 dan 29 dan ayiramanmi? 17. Bu 17 bo'ladi, ajoyib. Tushundikmi? 9. 9-chi savol. Tarvuzning og'irligi 12 kilogramm. Qovunning og'irligi 10 kilogramm. Handalakning og'irligi 5 kilogramm. Qovoqning og'irligi 9 kilogramm. Bu qovun edimi? Qovoqning og'irligi esa necha kilogramm degan? 9 kilogramm. Jasur ixtiyoriy 3 tasini tanlab olib, tarozida o'lchaganda ularning og'irligidan 26 kilogrammni tashkil etdi. Ixtiyoriy 3 tasini qo'shadigan bo'lsak, 26 kilogramm bo'ldi deyapti. Jasur qaysi foiz ekanini tanlab olmagan. Shoshmang, ya'ni bitta oson yo'li bor. Hammasini oladigan bo'lsa qancha chiqadi? 12 ga 10. 22 ga 5. 27 ga 9. Hammasi oladigan bo'lsa 36 bo'lganmi? O bittasini tashlab ketgan 26 chiqqan. Qaysini tashlab ketgan? Bu 10 ni tashlab ketganda. O qovunni tashlab ketgan. Dajo'p. Tushundikmi shu yergacha? Yaxshi, shu yergachasini ko'rsatib, bu yoqni yana ko'rsatgan bo'lsak ulgurmay qolamiz keyingi mavzuda. Yangi mavzu o'tmasak ulgurmay qolamiz. Shu yerda to'xtataman. 90% dan ko'pini ko'rsatib berdik. O nechta qoldi o'zi? 12 o'zlaringga qolsin. Yo'q, uyda ishlab qo'yasiz. Uni ham ko'rsatib berishimiz mumkin. Faqat hozir yangi mavzuga o'tolmay qolamiz-da. Nima yangi mavzu? Pelib ketamizmi? O'tmaymizmi? Yangi mavzuda yana qoida bor. Agar yotadigan qoida bo'lsa aytamiz. Yangi mavzuni ochamiz. Buni videoda ko'rib ko'chirib qo'yasizlar. 9-mavzumi? Siz yozamisiz? Agar yozadigan qoida bo'lsa aytaman. Yozamiz. 11:49 bo'ldi. Tezlashmasak ulgurmaymiz. 11:49. Qayerga qo'ydim men kitobni? Mana, bu yerda. Yaxshi, 8-mavzu. Vaqt o'lchov birliklari. Boshlaylik, oldinga qarang. Sho'rchi guruh. Birinchi qism 8-mavzu. To'g'rimi? Bugun sanamiz 02 04 2026. Vaqt o'lchov birliklari. Bir asr necha yil? 100 yil. Bir asr 100 yil. Bir yil 12 oy. Bir oy necha kunligi u qo'lda chiqariladi. Necha kun?
Masalan 30 ga 31 kun 28 kun 29 kun qo'lda chiqadi. Uni hali o'rgataman keyinroq. O'rgataman, faqat hozirgi mavzumizga kerak bizda. O 9-mavzuga kerak, ha. Keyin 1 soat 60 minut, 1 minut 60 sekund, 1 soat necha sekund bo'ladi shu hisobda? 1 soat 60 minut bo'lsa, 60 minut 60 sekund. Yo, 60 kara 60 120. 60 3600 bo'ladi. 1 soat 3600 bo'ladi. Mayli yozib qo'ying. 1 asr 100 yil. 1 yil. Ha? 365 kun. Videoda ko'rib yozib qo'ysangiz bo'ladi. 1 yil 12 oy. 1 soat 60 minut. 1 minut 60 sekund. 1 soat 3600 sekund. Yana nima qoldi? 1 hafta 7 kun. Ya 1 oy 30 kun degan qoida yo'q-da. 30 kun ham 31 kun ham bo'lishi mumkin. Ha, bular aniq qoidalar. Bo'ldi. Ichkalar qo'yinglar, keyin yozib qo'yasizlar. Videoni ko'rasizlar-ku. Ichkan qo'y. Vaqt ketadi. Endi savollarga javob beramiz mana qaranglar tepadan. Tepada ma'lumotlar ko'rsatilgan. Masalan, tepadagi ma'lumot. Ovqat pishirish uchun 2 soat vaqt talab etiladi. Gulga qarasak, ba'zi gullar 72 soat suvsizlikda nobud bo'ladi. Doskaga yozilgan yozuvda o'qiyapman. Maktabdagi darslar o'rtacha 300 minut davom etadi. Lobarning ta'tili 40 kun qoldi tugashiga. Anvar har kun ertalab 480 sekund mashq qiladi. Suv 5 minutda qaynaydi. Kabisa yili har 8 oyda bir marta keladi. Kabisa yil degani o'sha yilda oy 29 kun bo'ladi, fevral oyi. Masalan, 28 bo'ladi, keyingi 29 bo'ladi. O qanday yillar desa 4 ga bo'linadigan yillarda bo'ladi. Masalan, 2020-yil kabisa yili bo'lgan. 2020 soni 4 ga bo'linadimi? 2024-yil kabisa bo'lgan. 2024 soni 4 ga bo'linadi. 2028 ham yana kabisa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu yil kabisa emas. Demak, bu yil 29 dan qaytmaydi, fevral 28 da. Tushunarli? Ya'ni 4 yilga bir kunni qo'shib yuborgan. Buning ham sababi bor-da. E'tingach. Bir yil o'zi aslida 365 kun emas, 365 kun 8 soatni shundayroq. Bu degani 3 kunni qo'shsak 8 soat, 24 soat o'tib ketadimi? Yana bir kun deganda o'shaning uchun 3 yildan keyin yana bir kunni qo'shib qo'yaylik deb kiritilgan kalendarga. Tushundikmi? Endi ma'lumotlarga qarasak, suv necha sekund qaynaydi? Tepada suv to'g'risida aytildimi? Nima deydi? 5 minut. 5 minut necha sekund? 1 minut 60 sekund bo'lsa 5 minut. Mana. 1 minut 60 sekund bo'lsa, bizdan 5 minutni so'rayapti. 60 ni 5 ga ko'paytiramiz. 300 sekund bo'ldi. Tushundingmi? Ikkinchi savol. Ovqat pishirish uchun o'rtacha necha daqiqa vaqt kerak? Tepada nima dedi ovqat pishirish uchun? 2 soat dedimi? 2 soat necha minut deb savol beryapti. Soat H harfi bilan belgilanadi. 1 soat 60 bo'lsa, 2 ni 60 ga ko'paytsam 120. Maktabda darslar o'rtacha necha soat davom etadi? Tepada nima deyildi? 300 minut deyildimi? 300 minutimiz. Necha soat? Soat deyapti. 60 ga bo'lamanmi? 360 ga bo'laman 5 soat. Uchinchi savol. Anvar har kuni ertalab necha daqiqa badan tarbiya mashqlari qiladi? Daqiqada so'rayapti. Tepada sekund deyildimi? 480 sekund necha minutligini topishimiz. 60 sekund 1 minutmi? 480 ni 60 ga bo'lsam 8 minut. Xo'p, nechanchi savolga keldik? 5 ga keldik. Lobarning mehnat ta'tili boshlanishiga necha hafta qoldi? Tepada 40 kun deganmidi? 40 kun necha hafta bo'ladi? 6. 7 ga bo'laman-da, to'g'rimi? Xo'p, 14 kun necha hafta? 2 hafta. 28 kun necha hafta? 1 hafta. Tushundingmi? 6-chi savol. Ba'zi gullar necha kunda suvsizlikka nobud bo'ladi? 1 kun necha soat? Shuni yozmayapman. 1 kun 24 soatni yozmayapman. 1 kun 24 hadab qo'ying. 1 kun 24 soat. Endi tepada 72 soat chidaydi dedimi ba'zi gullar? 72 soat necha kun bo'ladi? 72 ni 24 ga bo'linib 3 bo'ladi. Sarvar tushunyapsanmi? Doskaga qarab tur. Qaysi savolga keldik? Tur. Qaysi savolga keldik? Qaysi savolga keldik, Sarvar?
Biz hozir qaysi savolni ishlaymiz? Oltin. Tosh deyapsan. Garang. Qanday oltini? Xo'p, biz 5 ni ko'rdik, oltin og'zaki ko'rdik. Biz 7 ga keldik. Bu 1 minut chalg'isang biz ko'p narsani o'tib ketamiz, sen qolib ketasan. Shuning uchun umuman 1 sekunddan boshqa tomonga qarang. Faqat kifr qayerdan. Ha, bir haftaning 2 soatligini ham topib qo'ysang, bilan bir kun 24 soat bo'lgandan keyin bir haftaning 24 7 ga ko'paytirib qo'yasan. Doskaga qarab tur. Sen o'tirma, o'tirsang doskaga e'tibor bermaysan. Kabiseli necha yilda bir marotaba keladi? Tepada 48 oyda bir marta keladi dedim. 1 yil necha oy? Sayva. 12 oy. 48 oy necha yilligini qayta topamiz, jim qolgan. 48 oy necha yil? Ha. Qanday hisoblaymiz, jim bo'lib Malades, 48 12 bilan kallasi ishlaydi, sal gaz berib turish kerakda. Men o'zim gaz berib turaman. Darsga qarab tur, tushundingmi? Fikr xayoling doskada bo'lsin. O'ynama ruchkan. O'tir, doskaga qarab. Mana 7 ta savolga javob berdik. Endi pastdagi savollar. Endi bular yoziladi hammasi. 8-inchisi 3 soat 10 minut deyapti. Necha minut deyapti? 1 minut 60 sekundmi? 3 soat 180 minut, 1 soat 60 minut bo'ladi. 3 soatimiz 180 minut bo'ladi. 180 ga 10 180 bo'ladi. Mayli, keyin javob beraman. Hozir javob beraman, silfa qilmasang. 9-savol. 6 minut 24 sekundni sekundga o'tkazishimiz kerak. 1 minut necha sekund? Sen bu tomonga qara, videoga uyga borib qaraysan. Doskaga qara. 1 minut necha sekund? 60. 6 minut 360 sekund bo'ladimi? 360 ga 24 384. Tushunyapmiz-a? Yana kelinglar, sizlar ham tushunyapsizlarmi? Yaxshi. Yaxshi, sen javob ber, tur. Qolgan jim bo'l. 4 hafta 6 kun. Qolganlar jim bo'lsin. Necha kun? Ayt hisoblaymiz. Ha? 4 hafta 6 7 kun bo'ladi. Aha, malades, zo'r. Aha, 4 hafta necha kun bo'ladi? Aha, malades, 28 kun bo'ladi. Keyinchi? 28 Ha, malades, 34 kun. Demak, tushunayotgansiz, o'tir. Tushunmayotganga o'xshab turibsan-da, qandaydir. Biz adashdik ekanda bu. 11-savol, doska ko'ryapti sizlarga? 10 kuni 12 soat, soat har bilan beriladi. Necha soat deyapti? Bir kun necha soat? 10 kun 2 soat bilan 240 ga 12. Sarvar tushunyapsanmi? Doskaga qara. 1 minutdan boshqa tomonga qarama. 12-savol. 140 minut necha soat va necha minut deyapti. Xo'p, endi buni qaranglar. Minutdan soatga o'tayotganda bo'linadi. 140 ni 60 ga bo'lsam, nechtadan tegadi? 2 tadan tegadi, 2 soat bor, 120 minut. Tushunyapmiz? Sen ham tushunyapsanmi? Yangiga git. Yaxshi. 13-savol. Sen isming nima? Javohir tushunyapsanmi? 13-savol. 190 sekund necha minuti, necha sekund deyapti. Xo'p, sekunddan minut kutganimizda 60 ga bo'lamiz. 3 minuti 10 minuti 10 soat. 3 minutda 10 sekund. Tushundingmi? Bular ham o'xshash, qiyinroqdan ko'rsak bu oson. 15 ni ko'rsatang. 15. 4 soat 50 minutga deyapti. Keyin shu ustun shaklda qo'shib turgatang. 1 soat 30 minutni. Mana xuddi sonlarni qanday qo'shgan bo'lsak, o'lchov belgilarini shunday qo'shyapmiz. 50 ga 30 ni qo'shsak 80 mi? 80 yozilmaydi. 20 si yoziladi. Chunki 60 minutda nariyoqqa 1 soat o'tib ketadi. Jim bo'lib turinglar sizlar. Men tushuntirayotganlar sizlar jim bo'linglar. Savol bersam javob ber, savol bermasam jim bo'l. Qolganlar tushunmay qolyapti. 50 ga 30 ni qo'shsam 80 minut bo'ladi. Jim bo'l dedim. 50 ga 30 ni qo'shsak 80 bo'ladi. 80 minutning ichida 60 minut bor. Bitta 60 minut bo'ladi desa 1 soat degani, ikkita 60 minut bo'ladi desa 2 soat degani, 3 ta 60 chiqadi desa 3 soat degani. Buning ichidagi 60 minutni men soatga o'tkazayapman. Xuddi sonlar qo'shayotganda biri dilda deydi-ku, xuddi shunday narsa.
60 minutda 1 soat bu yoqqa qo'shiladi-da, qolgani mana bu yerga yoziladi. 60 dan qolgani 20 qoladi. Endi mana bu yerga 1 kelib qo'shiladi, 4 ga 1, 5 tillar bilan 6 soat bo'ldi. 6 soat 20 minut. Tushunarli bo'lyaptimi? Javohir. Tushunmasa shu yerda to'xtatish kerak. Men tushuntirib beraman-da. 16 oson, 17 dan ko'rsating. Alaykum assalom. Ishqot javob churda. Hostugay, sen akasimi? Hostugay. Sabr qil. 17-savol. 14 soat 10 minutdan ayiraman. Men ustun shaklda ayirishdi. 10 soat 15 minutni. Qaraymiz. Minutda minutda ayirib bo'ladimi? Bundan bir qarz beraman. Bir qarz bersang 10 kelib qo'shilmaydi. 1 soat minutga o'tsa 60 bu yoqqa o'tadimi? Endi bu 13 qaytadan yozaman. 13 soat 17 ni yazayman. Bu soatdan nariyoqqa 1 soat o'tadigan bo'lsa 60 minut bo'lib keladimi? Nariyada 60 qo'shiladigan bo'lsa 70 minut bo'ldi. 13 soatda 70 minut ayrilgan 10 soatda 15 minut. Ayiraman. 70 dan 15 ta ayrsam. Endi ayirsa bo'ladi. 55 minut. Soatdan soatda ayrsam 3 soat. Demak 3 soat 55 minut bo'lar ekan. Tushundik-a? 18 ham, 19 ham xuddi shunday, faqat 3 talik. Salgina qiyinroq bilan o'zingizdan ishlaysiz, harakat qilasizlar. Strelka soatni tovosh bilasizlarmi? Bitta ko'rsating, mana 20 da. Kim tushunmaydi? Qaysi tushuntiraman. Tepada 12 bo'ladi. Mana 4 ta burchagida 12, mana bu yeri 3, bu yeri 6, bu yeri 9. Oralarda 12 dan keyin 1, 2 bo'ladi. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Mana strelka soat. Xo'p, birinchi tushuntirib olaylik. Strelka soatning kichkina tayoqchasi soatni bildiradi, katta tayoqchasi minutni bildiradi. Xo'p, masalan, kichkina tayoqcha mana bu yerda ko'rsatyapti. Ya'ni 2 dan o'tgan soat strelkasi bundaysiga aylanadi. Bilasizlar? Bunda aylanadi mana. Ya'ni kichkina strelka 2 dan oshib turibdi, 2 va 3 ning orasida turibdi. Kattasi esa 8 ni ko'rsatib turibdi. Kichkina strelka hozir jimoblar bu tushunmaydi-da. Men ham 2 qilib qo'ysam bo'ladi buni. Shu men gamga qo'shilib borasizda shu yaxshi emas shu narsa. Xo'p, soat 2 va 3 ning orasida turibdimi? Demak 2 dan oshgan. Demak 2 bo'ladi soati. 2 yu minutini topayotganda kichkina strelka nechini ko'rsatsa o'sha 5 ga ko'paytiriladi. Masalan, kichkina strelka 8 ni ko'rsatyaptimi? 5 ga ko'paytirsa 8 kara 5 42 ga 40 bo'ladi. 45 deydi. 8 kara 5 40 ga 45 deysan. 2 ga 40 bo'ldi soat. Tushundingmi buni? Endi kitobdan soatga qaraydigan bo'lsak. Kichkinasini topinglar. Kichkinasi 7 va 8 ning orasida. Demak 7 ni nechidir bo'lgan? Kattasi 3 ga qarab turibdi. Demak 7 15 bo'lgan ekan. Bu boshlandi deyapti. Endi tugaganini topsak. Kichkinasi 12 va 1 orasida 12 kichkinasi 5 ta turibdi. 12 dan o'tgan soat va minut 25. Qancha vaqt davom etgan deyapti, dars deyapti. 12:25 dan bundaysiga ayirib qo'yasiz. Shu soatdan soatga ayirib bersang bo'ladi mana. 5 soat bo'ldi. Bundan buni esa 10 bo'ladi, bundan buni esa 5. Bu soatmidi? Javob 5 soat 10 minut bo'ladi. 5 10 chiqarib qo'ying yo'qdan. 5 soat 10 minut. Hammasini sizlarga berib beraman, o'zi olsin. Tushunmasang ko'rsatib beraman. Ifoda beraman. Endi uyga varsam ko'chirib olasizlar lekin. Uyga varsam birinchisi videoni ko'chirish, izohlar, like'lar esdan chiqmasin. Izohda ism familiya yoziladi. Hammasini familiyasini yozsin. Ikkinchisi 8 o'tdiga 8-mavzu uy ishini ham bajarasizlar, testni ham bajarasiz, sinf ishi bajarilmaydi. Sizlarga takrorlash beryapmanmi yo'qmi? Qayerga? Takrorlash. O'tgan safar nima berildi? Sinf ishi berildi, endi 3-mavzuni. Yo'q. 3-mavzuning uy ishisi va testini beraman. Egasi mana shu bilan. Keyin
Qoida yodlanmaganlar qoida so'rash. Buni ham yozib qo'ying. Keyin eslangdan chiqib ketgan. Keyingi safar qoida Nimaga siz 3-mavzuni ishlatmasdan takrorlashga. Takrorlash uchun. Faqat oldinga qarab ketaversang, orqani takrorlamasang esingdan chiqib ketadi. Orqadan ham takrorlab kelaverish kerak. Sizga yozib keldim. O'tir joyingga. Hali ketish demadim.